Assalomu alaykum bolajonlar. Yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Yangi o'yin topdik. Demak, zariklarni tashlaymiz. Tasha. Demak, 5'i 1. 5'i 1'ni oladi. Demak, 5'i 1. Aha. Tashlaysiz. 4 ga 6. 4 ga 6. Birlar. 6 ga 2. 6 ga 4. 3'i 1. 3'i 1. Necha ekan sen? 6 ga 2. Yo'q. Nima tasha? Kim birinchi 5 ta olar ekan? 4 ga 3. 4 3. 6 ga 4. Yana yo'q. Nechta bo'ldi? 5 3. 5 ta bo'ldimi? Demak, bu o'yinda nima qildi? Sarvar g'olib bo'ldi. Bolajonlarga demak taklif qilamiz. Mana shunga o'xshab tashlab, demak bunda ikkita zarikda bemalol nima qilsa bo'ladi? Ko'proq vaqt uchun ko'proq nima qilsa bo'ladi? Bemalol o'ynasa bo'ladi. Sarvar nima olasan? O'chirgich demak, qalamagandan ko'chir. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.